Assalomu alaykum barchaga qadrli ota-onamga tabrik loyihasi kuzatuvchilari. Bugun ham ota-onamga tabrik loyihasi jamoasi ijodkorlari xizmatga tashrif buyurganmiz. Bugungi xizmatimiz juda ham chiroyli va o'zgacha bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar Sarvinoz tinglaymiz. Albatta, bugun o'zgacha bo'lishining sababi biz uchun qadrdon bo'lgan, bizni eng sevimli boshlovchilarimizdan biri, hamkasbimiz Lobarxonning onajonlarini tavallud ayyomi ekan. Ana shu munosabat bilan bugun tashkiliy ishlar tashkillashtirilgan. Keling bo'lmasa birgalikda boshlasak. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dilxumorim, ko'zimning nuri onamdur. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Assalomu alaykum. Mening jannatim, mehribonim, mening farishtam, oq yuvib oq taragan, bu dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan, mehrlari beminnat bo'lgan farishtam, o'zimning onajonim. Onajonimni tug'ilgan kuni, saxovat seli daryo dengizim, matonat bardosh mehri teng so'zim, tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot,